Terilg'u yer satgan pulga qancha % zakat ayıramiz? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bizning turishlik o'rnimizda hukumat tarafdan dehqonchilik uchun foydalanishga berilgan terilg'u yerimizni shahar qurilishi yoki zavod selish bahonasi bilan majburiy deganda kichikgina pulni tutqizibla setib elinyotidi. Amdiki maqsad bo'lsa, mazkur yer satgan pulga zakat hisobida 2,5% beramdiq yoki o'shir hisobida 10% beramdiq. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va onunga taki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Terilg'u yer satgan pulga 2,5% miqdorda zakat ayriladi. 10% o'shiri ayrilmaydi. Chunki o'shir degan terilg'u zamindan chiqimsiz sug'arganda algan usulning zakatidir. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh 2012 yili 7 ayning 20 kuni 30 numərlik fatva 2. tom.